bilan Yajuj-Majujlar haqida gaplashamiz. Navoiyning Sadr Iskandariy dostonida aytilishiga qaraganda, bir kuni Iskandar Rum tomonga ketayotgan bo'ladi va birdan uning oldidan ma'lum bir aholi chiqib aytadi: "Ey adolatli shoh, agar haqiqatda adolatli bo'lsang, iltimos bizga ham yordam ber. Bizning o'lkalarga yilda 2 marotaba maxluqlar hujum qiladi. Vallohi biz ulardan da qo'rqinchliroq bir maxluqni uchratganimiz yo'q" deb aytiladi. O'sha payt Iskandar hayron qolar ekan, u qanday maxluqlar o'zi? Ular shunday aytishar ekan: "Biz ularni Yajuj-Majujlar deb ataymiz. Ular boshdan oyoq soch bilan qoplangan, yuzlari sap-sariq bir maxluqlar bo'lib, boshining ikki chekkasida joylashgan quloqlari butun tanasini yoptirgan darajada katta" deb aytiladi. Ular shunaqangi jirkanch maxluqlarki, ular o'z tillari bilan burunlarini yalab lazzatlanadilar. Bundan tashqari ularning shunaqangi qoziq tishlari borki, uchlar qayerga tegsa, u yerdan qiyomatga qadar birorta giyoh o'sib chiqmaydi deb aytiladi. Bunday ta'rifni eshitgan Iskandar hayratda qolar ekan. Ular qayerda yashaydi o'zi? Ular aytishar ekan: "Sen Qof tog'ini bilasanmi? O'sha Qof tog'ining orasida bir dara bor. U shunaqangi daraki, butun dunyoning zulmati o'sha yerdan boshlanadi. U oddiy dara emas, u jahannam. Yajuj-Majujlar aynan o'sha daradan o'tib, har yili 2 marotaba bizning o'lkalarimizga kelib, insonlarimizni, mol-hollarimizni, jamiki narsalarimizni yeb tugatib ketadi" deb aytadi. Iskandar so'raydi: "Ular kelayotganini qayerdan bilasizlar?" "Ular kelayotgan paytda butun osmonni chang to'zon qoplab oladi" deb aytadi. "Xo'sh, ular qachon keladi?" deydi. "Ularning kelishiga juda oz qoldi" deb aytishadi. Aholining gaplarini eshitgan Iskandar ularning gaplari naqadar haqiqatga yaqin ekanligini tekshirib ko'rmoqchi bo'ladi va aynan ular yashagan joyga borib xandaq qazdiradi. Xandaqning ichiga o'zi tushadi va tashqarida 5000 ta askar qoldiradi va nihoyat o'sha kun keladi. Yajuj-Majujlar uzoqdan bostirib, ustma-ust yugurib kelayotgan kun osmon chang to'zon bo'lib ketgandi. Yajuj-Majujlarning soni shu qadar ko'p ediki, qoldirilgan askarlarni ular tinmasdan yakson etardilar. Ular shunaqangi xarakterga ega hayvonlar ediki, ular insonni yeb bitirardi, ichak chavog'igacha yeb bitiradi. Bundan tashqari o'sha